Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Hozir hammada bitta muammo bor. Ko'pchilik Android smart televizorlarda YouTube ishlamay qolgan. Hozir shuni yechimini topdik. Hozir mana YouTube'ga kiramiz. YouTube'ga kirmaymiz. Mana pultda mana YouTube'ga olib kelgandan keyin mana pultda mana bunaqa narsa bor. 3 ta chiziqcha. 3 ta chiziqcha mana. 3 ta chiziqchani bosamiz. Bu yerda emas ekan, 3 ta chiziqcha. Yana chiqamiz ekan. Mana kiramiz. Mana bu yerda kirganimizdan so'ng mana 3 ta chiziqcha. 3 ta chiziqchani bossak mana uddalit bo'ladi. Uddalit qilamiz YouTube. Uddalit. So'ng nazarni bosamiz. Mana magazinga kiramiz. Magazindan poiskni tanlaymiz. Poisk tanlagandan so'ng bu yerda YouTube deb yozamiz. Chiqdi mana. YouTube'ga kiramiz mana. YouTube'ga kiramiz va qaytadan sketch qilib olamiz YouTube'da. Sketch qilib bo'ldi. Stanovka qilyapti. Stanovkani qilib открыть bosamiz. Ishladi. Odatda bo'lsangiz, YouTube'ga bossangiz avtomatik otib yuboradi. Nachatni bosamiz. Войти как гость. Bosamiz. YouTube ishladi. Masalan, deylik, любой narsani tanlaymiz. Country music deylik. Country music ekan bu. Marhamat, YouTube ishladi. Tabriklayman.